Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va hurmatli Tunukafonuz kanalimiz obunachilari. Yana sizlar bilan Xudo xolasa Usta Husniddin hammanglarga yaxshi kayfiyat bildirib qolaman. Xudo xolasa bu ishimizni ko'ch joyda damlab Xudo xolasa ko'rib o'tiradigan ish bo'ldi. Inshaalloh aziz yurtdoshlar, bu ishimizni Andijon viloyati Asakada, ya'ni o'zimizda shu 4 tosh banisa bor, Raddon ko'chani boshida qilib berganmiz mo'kani. Aziz yurtdoshlar, bu ishimizga Xudo xolasa oq rang, mo'kri rang, ya'ni mebelni svet yangi qilib berganmiz. Juda chiroyli, juda go'zal chiqdi ko'rayotgan bo'lsanglar aziz yurtdoshlar. Bu ishimizga Xudo xolasa qalinligi 0.37 da listini buklab berganmiz. Hamma yo'q ichida 135 ming so'mdan qilib beryapmiz aziz yurtdoshlar. Ko'p savollar bo'lyapti nimaga. Buni ichiga usta xizmati, tunukafoni, rekasi, leysasi, balobatlar hamma yo'q sizlardan bir mahal obed Xudo xolasa. Aziz yurtdoshlar, yana ishlarimiz Andijon, Namangan, Farg'onada vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatyapmiz aziz yurtdoshlar. Bu ishimizni Xudo xolasa mana ko'rayotgan bo'lsalar, tepa qismini mo'kri rangga, jigarrang, ya'ni mebelni svetni aralashtirib, pastimizga esa oppoq fasonda qilib berdik. Ko'rayotgan bo'lsalar, juda chiroyli, juda go'zal chiqdi aziz yurtdoshlar. Ya'ni bizga ko'p savollar bo'lyapti kommentariyalarda. Do'konimizni oldiga nima qilsak bo'ladi, qanaqa fason qilsak bo'ladi degan savollarga mana Xudo xolasa javobinglarni olasizlar. Ya'ni qildirmoqchi bo'layotgan odamlar bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa sizlarni ham uylar xuddi shunaqa Tunuka